Assalomu alaykum. Kompleksus kanali obunachilari va bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan muxlislar. Bugungi mavzuyimiz rasm chiqarish, ya'ni foto rasm chiqarish printerda. Qani ketdik, boshladik. Mana keldik. Bu yerdan Word matn muharririni ochib olamiz. Word matn muharririni ochib olamiz. Va bu yerdan Новый dokument tugmachasini bosamiz. Новый dokument. Va bu yerdan maket bo'limiga o'tamiz. Va razmer tugmasini bosamiz. Va mana bu yerda Другие размеры бумаги joyi bor. Ya'ni yangi do'st qog'oz qo'shish. Va bu yerda shirinasini 15 ga 2 qilamiz. Va vistotasini 10 ga 2 qilamiz. Mana tugmachasini bosamiz. Va mana bu yerda albomni qilamiz. Orientatsiyani albomni qilamiz. Va mana rasmni listi shu. Va mana bu yerdan lineykasini oxiriga olib kelamiz. Hammasini lineykasini mana oxiriga olib kelamiz. Olib kelganmiz va bo'yini ham oxiriga olib kelamiz. Va bitta rasmni olamiz. Masalan, menda mana bu yerda foto rasmi bor. Shuni olamiz. Va shonchani 10 tugmachasini bosib, copy tugmachasini bosamiz. Bosganimizdan so'ng va chiqib ketamiz va Word matn muharririga xuddi shunga Ctrl V tugmachasini bosamiz. Bosganingizda va mana rasm chiqdi. Va eng asosiy joyga keldik, printerda chiqarish. Ctrl P tugmachasini bosamiz. Bosganimizda mana shunday rasm chiqarib olsangiz, bu ekrandagi ochiq joylar ochilib qoladi. Lista. Bu nimaga? Chunki printer rangni kamroq sarflaydi va buni to'g'rilaymiz, ya'ni zo'r chiqaraver degan ma'noda svoystvani bosamiz. Bosganimizdan so'ng fotopechat degan nimasi bor. Shuni bosamiz va OK tugmachasini bosamiz. Va yana bir kirib chiqib ketib, Ctrl P tugmachasini bosamiz va rasmni listini qo'yamiz. Masalan, rasmni listini qo'ydim. Qo'yganimizdan so'ng pechat tugmachasini bosamiz. Va bir necha soniya kutib turamiz. Va tagini Enter tugmachasini bosamiz. Mana printerda ovoz eshitilayotgan bo'lishi kerak. Mana chiqaryapti rasm. Chiqarishi mumkin, chunki printerda rangini oxirigacha beradi, ya'ni tanma chiqaradi degan ma'noda hozir svoystvani berdik. Va mana chiqaryapti rasmni. Va mana rasmimiz chiqdi. Xuddi tiniq holatda, chunki rangini ayamasdan ishlat, ya'ni tiniq ishlatdik derdik. Hozir pechat beramiz boshqatdan. Svoystvani ekran chiqib qoladi, o'z ko'rasizlar. Svoystvani to'g'rilaymiz. Ctrl P tugmachasini bosamiz. Bosganimizdan keyin svoystva printerda bosamiz va standartni ham bosib qo'yamiz. OK. Bosganimizdan so'ng yana bir kirib chiqib olamiz. Va pechat tugmachasini bosamiz. Va ostiramiz. Mana chiqarishni boshlaymiz. Mana rasmimiz chiqdi. Mana ikki chetida qoldiq qolib ketdi. Svoystaga kirib turib, foto pechatni bosib qo'ygangiz bu shaklda chiqadi. Standartda bosib qo'ysangiz bu shaklda chiqadi. Videomiz yoqqan bo'lsa, obuna va like tugmachasini bosib qo'yishingizni iltimos qilamiz. Keyingi videolarda qanday bo'lishini kommentariyada yozib qoldiring. Hammaga rahmat.